O'rtoqlar, assalomu alaykum. Qishki Arashon sayohatimizni boshladik. Bugun 7 ta mashina va 12 tacha o'rtoqlarimiz bilan Arashon ko'liga yetib boramiz. Xudo xolasa, videolarni ko'rib turinglar. Oppoq qor va muzlagan Arashon ko'li bo'lishi kerak. O'rtoqlar, ko'lni muzlaganini qaraydi mana. Hadi jerigan topib oramizmi? Ha? Ana. Arajonga bo'lgan safarimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Mazza qilib tushundan oldik. Alohida minnatdorchiligimizni bildiramiz. Toyota dilleri Avtoga shunaqa mashinasini bizga taqdim qilib, komfortli, bemalol qiynalmasdan va mazza qilib dam olib ketishimizga sharoit yaratib berganligingiz uchun.